Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz bolalarni eshitish pasayishi. Ya'ni bolalarni eshitish nima uchun pasayadi? Uni qanday qilib, demak, uyda aniqlash mumkin va aniqlangandan keyin nima qilish kerak? Mana shu haqida aytib o'tmoqchi edim. Demak, bizning har bitta mavzuyimiz bu oldimizga keladigan bemorlarimizni soni jihatidan, ko'pligi jihatidan va muammoni dolzarb ekanligi hisobiga olinadi. Mana shu bir 2 hafta ichida kamida 12 ta yaxshi eshitmaydigan bolalar oldimga keldi va ularning har bittasini diagnozi har xil. Demak, kimdadir o'sha tug'ma qattiqquloqlik bor, ya'ni sensonevral qattiqquloqlik bor, kimdir tug'ma yaxshi bo'lgan, lekin e'tiborsizlik natijasida quloq oqishi ko'p oqaverib aralash tipdagi, ya'ni karlikka duchor kelgan. Kimdir o'sha burundagi go'sht hisobiga, bolachalar burundagi go'sht hisobiga, demak, ish pasaygan. Va ular hammasining taqdiri ham har xil bo'ladi, demak, davolash usullari ham har xil bo'ladi. Demak, birinchi navbatda tug'ma karlik bo'lsa, ya'ni ish pasayish tug'ma bo'lsa, nima qilinadi? Bu yerda albatta поддерживающий lechение qilinadi, ya'ni neyromediatorlar, vitamin terapiyalar, o'sha yerda o'ziga, misol uchun, fizioterapiya olishi mumkin, bola o'sha quloqni o'ziga massajlar yaxshi ta'sir qiladi. Undan tashqari o'sha biz aytamizki, xalq tilida tushuntirib aytadigan bo'lsak, o'sha quloqni nervini demak oziqlantiradigan dori vositalaridan foydalanamiz. Va albatta yaxshi eshitmayotgan bo'lsa, u bola albatta unga aytamizki, qanchalar darajada eshitmayapsan bola? Qanchalar darajada eshitmaysan? Misol uchun kichkina, juda kichkina 2-3 yoshar bola bo'lsa, unga teginilmaydi. Lekin o'sha kattaroq bola bo'layotgan bo'lsa, albatta 5-6 yoshli bola bo'layotgan bo'lsa va unda 2-darajali o'sha sensonevral, ya'ni nerv tomonidan muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta unga apparat tavsiya qilamiz. Keyingi masala bu, demak, sog'lom tug'ilgan bola, lekin e'tiborsizlik nuqtai nazaridan e'tiborsizlik qilganligi uchun quloq oqib, quloq parda teshilib qolgan va bola yaxshi eshitmaydi. Shunaqa bolalarda nima qilamiz? Bunaqa bolalarga biz, demak, avvalambor quloq oqishini asosiy sababi nima ekanligini topib olamiz. Ko'pincha bunaqa bolalarda o'sha quloq oqadigan bolalarni 100% hammasini ko'rgan paytimda burunida muammosi bo'ladi. Yoki burun to'si qiyshiq bo'ladi, yoki chig'anoqlar juda ham katta bo'ladi, yoki deylik o'sha burunda go'shti bo'ladi, adenoidi bo'ladi, yoki o'zi qanaydir o'sha burun klapanlari kichkina bo'ladi. Mana shunaqa sabablar bo'lganligi uchun quloq oqadi ulardi va natijada eshitish ham shunga yarasha. Albatta quloq oqqandan keyin uni nog'ora parda teshiladi. Nog'ora parda teshilgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, eshitish pasayadi 100%. Nog'ora parda teshilgandan keyin odamlar aytadi, eshityapti-ku bolam, eshitmay qoldi. Yo'q, eshitmay qolmaydi bola, eshitadi bola, lekin pasayadi eshitishi. Bola aytmaydi sizga. Misol uchun shunaqa holat juda ko'p bo'ladi. Biz oldingi ish joyimda yonimizda oftalmolog bo'lar edi. Oftalmologdan oldimga kirardi bemorlar. Unga borardi birinchi, ya'ni ko'z doktoriga, keyin undan keyin oldimga kirardi. O'sha payt so'ragan paytim, kimga keldingiz degan paytimda, ko'z doktoriga keldik. Nima uchun keldingiz degan paytimda bolacham olib kelardi. 5 yashar bola. Shu televizorda oldiga kelib ko'raveryapti derdi. Ya'ni ota-ona qayerdan bilib qoladi? Bola aytmaydi. Televizorda oldiga kelib ko'radi, yaqin ko'radi, televizor oldiga kelib, yaqin kelib ko'radi. Balandlatib eshitadi, nimanidir. Televizorni balandlatib eshitish mumkin, radioni balandlatib eshitish mumkin, qo'shiqni balandlatib eshitish mumkin, telefonni balandlatib eshitish mumkin. Misol uchun endi hozir shu narsa juda urf bo'lgan, telefonni berish. Ana shundan biladi. Xuddi shunday boshqalarda ham xuddi shunday. Boshqa holatlarda ham xuddi mana shu aytilayotganday bo'ladi. Ya'ni bolani o'sha muammosi yaxshi eshitmayotganligini siz faqat qanaqadir bir belgilardan bilib olasiz. Demak, quloq o'sha teshilgan paytida demak nima qo'yiladi? U yerda ma'lum bir vaqtdan keyin albatta u maksimalni qurish kerak, ichkarisi, quloq pardani ichi yeringdan qurish kerak butunlay.
butunlay qurish kerak va quriganda ham juda ham to'g'ri qurish kerak. Ya'ni biz oldimizga ko'p keladi quloq oqishi bilan bo'lgan muammosi bor bo'lgan bolalar va ularga to'g'ri lecheniya qilgan paytimizda albatta quloqdagi yering oqmay qo'yadi. Va ular albatta 1 yil, kamida bo'lmasa 2 yillab, 3 yillab hattoki nazoratimizda turadi. Kelib turishadi, mana shu payt kelinglar, bu payt kelinglar deymiz. Maksimum shu 4 yilgacha nazoratimda turgan, maksimum 4 yilgacha turgan bolalar, shunaqa bolalar bor. Endi 3-chi juda ham ko'p. Mana shu hafta ayniqsa bir kamida bir 5 ta shunaqa bolani ko'rdim, kamida. 3-chi juda ham quloq eshishiga sababchi bo'ladi, eshishning pasayishiga sababchi bo'ladigan narsa bu eksudativ otit. Ya'ni quloq pardani orqa tomonida, ya'ni nog'ora bo'shlig'ida, o'rta quloq bo'shlig'ida deymiz, o'sha yerda urevinda suv yig'iladi. Bu eksudat, to'qima suyuqligi. Suv yig'iladi, o'sha suv yig'ilishi hisobiga bolani eshish pasayadi. Buni ota-ona o'sha bilib qoladi televizordan, boshqadan, misol uchun yoki gapirgan payt, chaqirgan payt qaramaydi, shunaqa holatlarda bilib qoladi. Bu ham aslini olganda ota-onaning e'tiborsizligi. Nima uchun e'tiborsizligi deyman? Bu qayerdan kelib chiqadi? Quloqdagi suyuqlik. Buni asosiy kelib chiqishning sababi faqatgina adenoid vegetatsiyasi. Ya'ni burundagi go'sht o'sha burun bilan quloq o'rtasida yo'l bor, Yevstaxinayi, o'shani bosib qoladidagi, natijada u yerdan havo kirmaydi, shuni hisobiga demak quloqda eksudat yuzaga keladi. Bunaqa bolalarda biz kamida 3 oy, bo'lmasa 6 oygacha lecheniya qilamiz, ya'ni davolaymiz va holatga qarab albatta ularga o'sha yaxshi bo'lsa davoni davom ettiramiz, yaxshi bo'lmasa albatta 2-3 oydan keyin, ko'pincha 2-3 oydan keyin, ya'ni o'zgarish hech qanaqa bo'lmaydi unaqa bolalarda, bo'lmaydigan bo'ladi. 2-3 oydan keyin aytamiz, o'chsa operatsiya qilib tashlak deymiz. Operatsiya qilib, demak quloqiga shunt qo'yib beramiz. Shunaqa bolalarga ham ko'p qo'yamiz. Demak, eksudativni o'rta otit bola bo'lgan paytda nima qilish kerak? Qanaqa qilib davolaymiz deyilganda, demak, konservativ davolaymiz, ya'ni dorilar bilan, dori muolajalar bilan tez tuzaladi u bola. Agar yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa, agar uzoq vaqt mobaynida yurgan bo'lsa, ya'ni 6 oy, 1 yildan uzoq bo'lib ketgan bo'lsa, unda operativ davo tavsiya qilamiz. Va burundagi go'shtni обязательно olib tashlaylik deymiz. Sababi bu asorat, burundagi go'shtni asorati quloqqa berganligi. Va bu aslini olganda juda ham yomon narsa. Agarda unga e'tiborsiz bo'lib yursangiz, hattoki o'sha birinchi ish pasayishi bor-ku, tug'ma karlik. O'sha tug'ma karlikdagi tagidek sensornevral, ya'ni nervni zararlab qo'yishi mumkin. Nervni zararlab qo'ygandan keyin foydasi yo'q keyin o'sha. Keyin undan keyin o'sha apparat taqib yuradi, qanchadir vaqt mobaynida lecheniya olib yuradi, shunaqa narsasi bo'ladi. Shuning uchun ham mana shunaqa holatga kelmasligi uchun sizlarga iltimos, ham talab, mutaxassis sifatida, doktor sifatida aytaman, bolani обязательно olib borish kerak borga. Demak, og'iz bolani demak o'sha agar aqlini, hushini tanigan bo'lsa, 5-6 yoshli bola bo'lsa, og'zingizni yopasiz. Bitta qulog'ingni yop deysiz. Bitta qulog'ini yopib turadi va 3 metr joydan raqamlar aytadi. Misol uchun og'zingizni yopib 51, 48, 33 har aytayotgan paytingizda pasaytirib boraverasiz. O'sha diapazonni pasaytirib boraverasiz. O'zi noto'g'ri aytadi. Unga aytasiz, qaytar gapim deysiz. U noto'g'ri aytishni boshlagan deysiz. Demak, yaxshi eshitmayapti ekan, demak doktorga borishim kerak deysiz. Yoki xuddi shuni bu tomonni yopasiz, bu tomonni yopasiz, ikkita tomonni qilib ko'rasiz. 10 tagacha raqam aytishingiz mumkin. Misol uchun 33, 45, 26, 82, 48 va hokazo. Va o'sha 10 tadan qanchasini ayta oladi bola? O'shanga e'tibor bering. Agar ayta olmayotgan bo'lsa, marhamat bizni oldimizga olib keling, biz sizga bunda yordam beramiz. Gрамотно, to'g'ri lecheniya qilib. Birdan kelganda birdan operatsiyaga olib tashlamaymiz, xavotir olmang. Birinchi navbatda kesamiz, boshqa qilamiz demaymiz. Birinchi navbatda bola holatini ko'ramiz. Nima uchun bunaqa holat bo'lyapti? Misol uchun, shunday ota-onalar keladi, 4 ta bolam bor deydi, uchalasi unaqa bo'lmagan, lekin bunisi shunaqa bo'lyapti, doktor deydi. Nima sababdan deydi? Mana sabablar o'rganamiz biz.
ayasini to'g'ri paytini eslaymiz, misol uchun eshitib ko'ramiz ayasidan. Undan tashqari ketma-ket tug'gan bo'lishi mumkin bolani, nima olganda va hokazo, juda ham ko'p sabablari bor. Mana shular so'raymiz, bitta so'raganimizdan keyin, tshательный, грамотный anamiz yig'ganimizdan keyin, undan keyin sizlarga to'g'ri davo lecheniyasini aytamiz. Ya'ni to'g'ri, halol, eng muhimi, demak, sifatli davo lecheniya aytamiz. Agarda sizning farzandingizda eshishi bilan muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, farqi yo'q qanaqa muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa va siz bu narsa bilan birinchi marta yoki nechanchidir marta duch kelayotgan bo'lsangiz, marhamat, telefon raqamlarim 97 Undan tashqari Instagramim bor. Bemalol Instagram orqali ham menga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana shu videoning ostida Telegramim bor. To'g'ridan-to'g'ri ssilkasi bor. Bossangiz menga to'g'ridan-to'g'ri chiqadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol murojaat qilinglar. Marhamat, kelasizlar, demak ko'rib beramiz. Faqat iltimos, niyati jiddiy bo'layotgan odamlar kelsin. Ya'ni telefon qilib, "Doktor, mana shunaqa dedi. Misol uchun sensornevral tugi o'qish deb aytayapti. Bolamni nima qilay?" degan paytlaringizda olib keling deyman. Chunki ko'raylik deyman. Anolar ko'ray deyman. Nima edi? Varaqlarni ko'ray, o'zini ko'ray bolani deyman, quloqni ko'ray deyman. Olib keling deb aytaman. Siz qayerdan bo'lishini qat'iy nazar. Surxondaryodan bo'lasizmi, Vodiydan bo'lasizmi, Qoraqalpoqdan bo'lasizmi? Kelinglar deb aytaman. Shuni hisobga olinglar akalar, opalar, azizlar, bir-birimizni hurmat qilaylik, vaqtimizni hurmat qilaylik. Jiddiy bo'lganlar, niyati jiddiy bo'lganlar, marhamat, kelsin. Ish faoliyatimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrining markazida. Avloshan bolnitsaning orqasida hozircha ishlayapman. Ish joyim o'zgarib qolishi mumkin. Bemalol telefon bilan kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.